Nega? Cobalt bo'yayotgan muammo. Yaxshi zavod bo'lmayapti. Yaxshi zavod bo'lmayapti. Chek yonib qo'ygan. Taxometr ham ishlamayapti. Nolda qotib qo'ygan. Tekshirsak, kalimal datchik ошибка beryapti. Kalimal datchik ошибка beryapti. Hozir uni sababini qidirib aniq ko'ramiz. Оборот dvigatel ham sanamayapti. Mana kalimal ошибка bergan, оборот dvigatel sanamayapti. Qutimizni aybi ham topildi. Mana bittasimi uzilib ketgan ekan tagidan. Hozir shuni almashtirib, ошибкаlarimizni birozga beramiz. Bittasimi uzilib ketgan tagidan. Mana kalimal datchik bo'ladi. Biz ham almashtirib oldik. Endi kompyuterda ko'ramiz ошибкasini. Ham o'chdi. Qizil yonib turgan bo'lsa, действующий ошибка bo'ladi. Qizil o'chgan bo'lsa, уже xatolik yo'qolgan. Uni zibros berib olsa bo'ladi. Оборот dvigatel. Оборот dvigatel endi sanayapti. Zavod bo'lishi ham bitta zavod bo'ladigan. Zaslovka 16%, 20% bo'lsa 20-22 da to'lgan bo'ladi.